Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qizlar sog'ligilar yaxshimi? Issiqlarda qiynalmay o'tiribsizlarmi? Shu deysizlar, yana ekranga chiqdim. Bir ikkita gaplarim bor. Buni aytmasam to'g'risi bo'lmaydi, chunki bir ikkita kommentariyalarda qalblarimga juda ham ozor beradigan gaplar bo'ldi. Ularni hali blokka solmadim. Shular eshitib turib, eshitib bo'lgandan keyin blokka solmoqchiman. Buni ancha bo'lganida videoga yozilganiga, lekin endi vaqt topdim. Mana bu qo'llardagi mana bu nima deydi? Qavariqlarni ko'ryapsizlarmi qizlar? Mana shu qavariq, mana bu ishib turgan qavariq bor-ku qo'limdagi, mana bu qaychini qavarig'i qizlar. Men tinimsiz tikaman-ku, mana ko'ryapsizmi? Mana shunga bosaman. Mana shu joyga kiradida, buni ham bosaman. Mana shundan qolgan qavariq qizlar. Ba'zida shu qo'limdan, ba'zida bunday o'rtoqlarim qizlar qarab qo'yganda uyataman. Chunki bu ayol kishida nima bunaqa. Bu endi bir tomondan maqtanadigan, chunki shunaqa qizlarga kiyim tikaman deb shunaqa qavariq qolgan bo'lgan. Tizzamda ham shunaqa bosib o'tirib bichaman-ku, o'shanda qolgan qavariqlar. Bu endi ba'zida meni Allohning oldida guvohlik beradigan qavariqlardan biri. Nima qilgansan hayotingda desa, Alloh shunaqa tikuvchilik qilganman, sen bergan rizqni shunaqa qilib topganman deb, balki Allohga shuni nima qilarman. Nima deydi? Guvohlik qilarman. Bunda emas, endi hozir ko'rib qoldim. Shuni aytishim sababi, chunki qo'limda shunaqa qavariqlar bor. Bu qo'limda qaychi ishlatmaganim uchun yo'q, bu o'ng qo'limda ko'p ishlatganim uchun shunaqa qizlar. O'zi kaltagina barmoqchalarim bor. Alhamdulillah, boriga shukr, bu jalba emas. Allohning bergan barcha ne'matiga shukr. Hozir men o'zi aslim mana bu ko'ylakni bugun men nilufar gullarini tomosha qilib, aylanib kiymoqchi edim. Tikilmay qolib ketdi, chunki xo'jayinim bugun srochniy komandirovkaga ketib qoldi. O'shaning uchun bugungi rejamiz qoldi. Biz o'zi doimiy o'ynab kuladigan odamlar emasmiz. Hammamiz ishlik, bolalar o'qishlik, dadamiz doimiy ishlik odam. Endi hozir kanikul bo'lgani uchun bolalarni harakat qilyapmiz, e'tibor berish maqsadda. O'zi asli doim uyda o'tiramiz. Bolalar ham tinimsiz uyda. Bizga uy ma'qulroq, chunki ko'p bolalar bilan ko'chaga chiqish udobniy emas. Ayniqsa mashinamiz yo'q. Dadamiz mashinani eskizlarini chizib, yangi eskizlar qilgani bilan, injener bo'lgani bilan o'zimizning mashinamiz yo'q. O'zimiznikini akamiz Minasda endi hozir avariya qilgandan keyin topshirib olgan. Xo'jayinim bir necha yil oldin avariya bo'lgandan keyin travma bo'lib qolgan. Haligacha mashinaga o'tira olmaydi. O'zimda esa to'g'risi xohish yo'q. Bir ikki harakat qildim, o'xshamadi to'g'risi. Ko'tarmadim. Xullas, tog'orani ko'tarmadim, shu barobar qolib ketdi. Endi qizimiz katta bo'lyapti, xudo olsa balki yoki keyingilarga xo'jayinim o'zim haydayman deb turibdi, endi inshaalloh balki bo'lib qolar. O'shaning uchun mashinamiz yo'q bo'lgani uchun ko'chaga doimiy chiqa olmaymiz. Hozir kanikul bo'lgani uchun chiqib turibmiz. Yana hali maqtanibsiz, men faqat haliginaqa hayotini ko'rsatyapti demanglar. Endi shu kunlarda shunaqa hayotda yashayapmiz. O'shani ko'rsatib qo'yapman. Ko'rgan bo'lsanglar, men oddiy hayotimnigina ko'rsataman. Chunki menda unaqa maqtanadigan darajada hayot ham yo'q. Oddiy shu yerda o'tiramiz. Biz gilamlarda o'tirmaymiz, chunki Koreyada ayniqsa gilamlar burunlarni rosa ham qichishtiradi. O'zbekda nimagadir unaqa qichishmaydi, lekin bu yerda juda ham yomon qichishtiradi badanlarni. Chunki bu yerda nam havo rosa haliginaqa nima deydi, qanaqadir allergik nimalar kuchayib ketadi. O'shaning uchun biz yer, pol juda ham muzdagina mazza. Shunaqa oddiy hayotda yashaymiz. Divan kreslolar unaqa xohlamaymiz. Ayniqsa bizning oila unaqa narsaga hojat yo'q deb, bizda unaqa ko'p narsalar yo'q. Shunaqa oddiy hayotimni olib chiqsam-da, ba'zilarga yoqmayotganlar bor. O'shalar uchun bugun atzelniy video tayyorladim. Ancha-muncha ma'lumot berib ketaman. Doim aytganman, yana aytaman. Agar qizlar qiziqayotgan bo'lsalar, oldingi videolarimni ko'rsanglar, to'liq qilib tushuntirib o'tganman. Meni xo'jayinim koreysga tekkanmisiz deb, ha, koreysga tekkanman. Xo'jayinim musulmon. Bizning oila umuman Koreyadagi agar 10 ta odam bo'lsa, o'shaning bittasi meni xo'jayinim bo'ladi musulmon. Alhamdulillah. Bizni hayot O'zbekistondan umuman farqi yo'q. O'sha hayotni yaratganman. Yaratilgan bu uyda xo'jayinim hamma narsaga ruxsat bergan. Bizda onlikimi, monikimi, andekimi, manda unaqa narsalar yo'q. Hattoki qaynonam rahmatlik ham bizga bolalarimga Qur'oniga ham, ilmga ham, islomga ham, hijobga ham umuman qarshi bo'lmagan ayol, juda ham yaxshi ayol bo'lgan. Meni podдержкамni eng birinchisi bo'lgan, ikkinchi o'rinda xo'jayinim bo'lgan. Koreyada yashab, unib ketishim uchun qaynonam juda ham ko'p yordam bergan meni. Yaxshi ayol edi. Yaqinda o'tdi, bir 6 oy, 7 oy bo'lib qoldi shekilli. Shunaqa yangi qizlar uchun ma'lumot bu. Boshqa qizlar meni taniganlar biladi ko'proq. Keyin yana o'sha hayotimni ko'rib turgan qizlar ham yaqinda bittasi aytibdi, ko'nglimga og'ir botgan gaplarni bir ikkitasini aytib ketaman. Nima bo'lgan taqdirda ham, Koreyada zo'r yashagan taqdiringizda ham O'zbekistonda musulmon erni qo'ldan kalta yeb yashashga nima yetsin deb bir aqlligim yozibdi. O'shaning uchun o'sha qizga ham atvet, bu hozir blokka tushmagan, bu qiz ko'rgandan keyin albatta blok qilaman. O'zini hayotiga kirib ko'rdim, rostdan shu darajada menga shu gapiga yarasha yetkazib beradigan hayoti bormikin deb kirsam, nol, hech narsa yo'q. U qizda hech narsa yo'q, ammo til mashincha bo'lgan, bir qarshi bo'lgan. Asalim, agar ko'rib turgan bo'lsangiz, siz uchun olingan video bu. Qarang asalim, niyatingizga yeting. Niyat nima deydi? Amal niyatga yarasha bo'ladi. Niyatga yarasha amal. Voy, hozir kallam to'g'risi asabiylashganimdan anaqa bo'lib ketdi. Xullas, niyatingizga yeting asalim. O'zim ham javob yozib qo'yganman. O'sha musulmon yurtda, musulmon erni qo'lida kalta yeb o'lib keting.
nima deyman endi? Shu javob keladida, boshqa gap yo'q menda. Ha, anaqa deya olmayman men, chunki musofir yurtda Alloh meni aziz qilayotgan bo'lsa, nima uchun men musulmon yurtda yashaman deb jalba qilishim kerak. O'ylang, Saudiyadagilar, masalan, mening ustozim bor Makkada, o'sha ustozim aytadi, sizlar O'zbekistonda turganinglarda ham yoki bo'lmasa Koreyada turganinglarda ham bizdan ko'ra savobda yuqorisizlar deydi. Biz Makkani oldida yashaymiz, musulmon davlatda, bizga buyruqlar tushgan davlatda yerda yashab turib, sizlar olayotgan savob barokat bizlarnikidan ulug' deydi. O'shaning uchun masalan O'zbekistonda olayotgan savob barokatingizdan ko'ra musofir yurtda musulmonlar juda ham kam bo'lgan, kofir deb bo'lmaydi, to'g'risi bular unaqa kofir ishlar qilib yormaydi. Endi qiladiganlar ham bor, endi ko'pchiligi to'g'risi yaxshi yashaydigan odamlar, endi xristian bo'lsa-da. O'shalarning orasida bizni shunaqa musofirlikda qo'shib turib musulmoncha yashashimizga Alloh izn berayotgan bo'lsa, nima uchun sizlar bizni ustimizdan kulyapsizlar? Sizlar musulmon yurtda yashab turib o'zingiz nimanidir qoyillatib qo'ydingizmi yoki sizni oilangizda shunaqa qarshilab gapiradigan darajada hammasi ertaga kech musulmonlik odatlari bilan yashayaptimi? Qizlar, men musulmon yurtdan chiqqan bir sizlarni bittanglarman. O'sha musulmon yurtda 27 yil yashab turib, 27 yoshdan keyin chiqqanman. Bu yerda yashayotganim O'zbekistondan kamroq hali-da. Nima uchun sizlar nimanidir menga aql bo'lmoqchi bo'lyapsizlar? Qizlar, o'zingizlarning hayotingizga davoling bo'lsanglar, birovga nimanidir gapirib kamsitaman demanglar. Meni kamsita olmaysizlar, chunki men hayotimdan manjokhe, qoniqaman, alhamdulillah. Chunki Alloh meni shu hayotga, shu taqdirga nasib qilgan bo'lsa, shu yurtda ham o'zini tanitib qo'yadigan yo'llarda meni yurgizib qo'ygan bo'lsa, nima uchun men jalba qilishim kerak musulmon yurtda emasman debda. Mana bolalarni ko'rib turgan bo'lsanglar, kechagi kuni ilganman videolarni. O'zbekistonda ham musulmon hayotda yashamayotganlar qanchada? Masalan, o'zimni oddiy oilamdan aytaman. Meni onam muslima ayol bo'lgan, qoriya bo'lgan, lekin bizni dadamiz, ukamiz johiliyat davridan endi o'tyapti musulmon hayotiga-da. O'sha erkaklarni ko'rib turib, men bu erimdan, agar bu erim musulmon hayotda yashayotgan bo'lsa, nima uchun men nolishim kerak? Qizlar, ishlatinglar saviyani. Men hayotimdan qoniqyapman. Sizlar meni hayotimga aralashmanglar. Yana nima debdi? Meni yana shunaqa qo'shnim yo'q debdi. Sizni jalba qiladigan meni qo'shnilarim hammasi yaxshi debdi. Yaxshi bo'lsin asalim. Siz chunki yaxshi bo'lmasa, meni xo'jayinimga o'xshab turib tak tomiri bilan sotib oladigan, uy olib beradigan sizni eringiz yo'q asalim. O'shaning uchun yaxshi bo'ling. Xullas qizlar, shunaqa, yana ko'p gapirmoqchi edim, video tugab qoldi. Xudo xohlasa keyingilarni yana gaplashamiz. Allohga omonat bo'linglar.